Kamput, iltimos, eshigim bilan aynigim tuzatib ber, juda kerak. Qishloqqa bu umuman qiyin emas. Men juda charchaganman. O'zing bitta eshikni qotirasan-da, aynini chiqadigan joyga qo'yasan. Bo'ldi, ish bitdi. Kamput, men qila olmayman, o'zing qil, men sen promaksan-ku. Qishloqqa men ishdan charchaganman. Plus obunachilarim bilanman. Plus men choy ichmoqchi edim. Menga baribir. Bo'lsa bilan pachakalashib o'tiribman. Obbo yana taqalatyapti. Hammaga salom bolalar, men ismim Kamput. Xush kelibsiz mening yangi videoyimga. Stop. Kim o'jirilyaptimi? Obga olaylik-chi. Pushta jitel. Alo. Alo Kamput, seni savolim bor, yordam berasanmi? Qanday muammo? Men shaxtada olmos oqsaryapman, nechinchi balandlikda ko'proq chiqadi? Qishloqi olmoslar 11-12 balandlikda ko'proq chiqadi. 10-balandlikda kam chiqadi. Shuning uchun 11-12 ga tush. Kamput, bugun menga yordam berasanmi olmos topishga? Yo'q, qishloqi ishdan juda charchab kelganman. Kamput, iltimos. Yo'q, qishloqi, men senga yordam bera olmayman. Lekin shaxtada omad tilayman. Xayr, bo'pti. Bola, men charchab ketdim. Bu yerda ishlayman yoki men sovetchi bo'laman yoki narsalar ko'layman. Kamput, iltimos. Yo'q, qishloq, men charchatib o'rdadim, men qiynalib ketdim albatta. Yo'q. Umuman yo'q, qilmayman. Obbo, yana jigarang jitilga nima qilyapsan? Sizmi deysiz? Kamput, kavutishni tozalab qo'y. Bo'ldi, meni boshqa bezovta qilmanglar, charchab ketdimmi? Obbo, bo'la. Bu jitillar qiynavarishadi. Bir men ish qildiradi yoki shaxtaga tushirib narsa qildirishadi. Kavlutlar tozalayman, nima promas pro bo'lganim uchunmi? Minecraftda pro bo'lishim qiyin. Obbo, yana bittasi qilyapti. Kim endi bu? Oq jitili. Men mana bor yo'qali, charchab ketdim. Bo'ldi. Endi yana ismini yozdi. Yonimga kel. Ishlarim qilishim kerak. Yordam berasan? Yo'q buni. Obbo, bo'ldi, men nimadir qilishim kerak. Charchab ketdim. Men mazza qilib yotishim kerak-da. Bular meni xalaq bermaslik kerak. Stop. Noob bo'lsam-chi, ya'ni bot bo'lib qolsam-chi, bitta bir kunda bot bo'lib qolsam-chi. O'shasi kerak shunda. Bot bo'lib qolsam, shunda ular meni tinch qo'yishadimi? To'g'ri. Demak, men nimadirlar bot sifat narsa qilib olishim kerak. Sochimni bitimi, hech qilib nima qilsa bo'ladi. Menda pastda narsam bor, pechkanta edi. O'shani olchi nimalar bor ekan. Bana qaychi narsalar. Bu narsada bitim g'oz. O'g'naymiz hamma narsasini. Xo'p, qaychi kerak, sochimni ham kesish kerak. 1 2 tepalarni ham olamiz. Pastlarni ham g'alatiroq ko'rinish kerak. G'ali bir yo'la kerakchi, yana ana bo'ldi. Endi meni hech kim tanimaydi, bo'ldi. O'zimni tanimayman, o'zimni. Voy, dali, bo'ldi. Bo'ldi, hisob, endi hech kim meni tanimaydi. Bo'ldi. Endi chicha g'alatiroq gapirish kerak, bedrok. Yana kimdir taqillatyapti. Kim ekan endi ovoz qaranglar. O'zimga ular uni luq qilishim qaranglar. Salom qilyapsiz, detail. Kamput, nima qilyapsan? Sen tomga ketdingmi? Nima bo'lyapti senga? Yo'q, men yaxshiman. Sen botga aylanib qoldingmi, Kamput? Yo'q, jinnimisan? Men yaxshiman, zo'rmanman. Qarorchi, tuzatib berishga deysizlar, men zo'r tuzataman. Salamatsizmi? Yo'q, Kamput. Yo'q, sen tomga ketyapti, Kamput. Yo'q, men salamatsizman. Nima qilish kerak dedi? Ishini ola ber, qatirib ber, to'g'ri qatira, chiroyli qatir. Bo'ldi. Uzr. Nima qilding, Kamput? Bu yerda men endi qanday kiraman, Kamput? Sen tomga ketdingmi? Endi ashibgan bo'ladi-ku. Voy, Kamput. Mana qo'ysa bo'ladi-ku. Voy, Kamput. Gal basketbolingmi, Kamput? Tomga ketdim, men qanday yashayman uyimda? Obbo. Endi katta ham bo'ptiladi-ku. Obbo, zo'r chiqdi, menda qara, ayninglar cho'tkiyi. Bo'ldi, men ketdim uyimga. Bo'ldi-mi? Bo'la.
O'shadi. Bo'ldi. Endi qayt kelmaydi. Jigarang yigitlar qayt kelmaydi. O'zi qiladi hamma ishni. Bo'ldi, pishta tikkinishni. Shalomni qadaysiz? Kompot kalutdan tayyorladingmi? Kalisi g'o'zazilib qo'yaman. Hozir men Nima bo'lyapsan kompot saharlikdachimi? endi bilmadim, yaxshimi? Bo'lib ketaman. Ketdi. Ana kompot, cho'tka kalitalaradi. Kompot olib ketdim. Bilaman nimaga qo'yasan? Uxlama kompot. Nima bo'lyapsan bo'lmasa? Mana to'g'rilayman, mana to'g'rilayapman, mana. Nima kompot? Sen jinob bosachotasan, tani ketdi. Yo'q, men promotsiyaman. Hamma ishni qilamanmi? Sen tani ketdi. Yo'q, sen vurur. Bo'pti kompot. Bo'pti. Hozir qo'yib ketdi. Bola o'xshatyapman. Bana manga qaranglar, jinnilik qilyapsiz. Endi dam olamiz, mazza. Mazza qilamiz endi valla. Aha, pert mazza. Endi bitta jicha uxlavasa ham bo'laveradi. Bola, to'xtanglar. Stol kim ekan? Bana. Yana endi pushti jitel. Qani jitel, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nimaga arqaga qarab o'tiryapsan, menga gaplashyapsan? Bog'dami jitel? Nima qilmoqchisan? Nima kerak? Korotchi, menga almas topish kerak. Har xil narsa qilish kerak. Biladi, yordam ber korotchi menga. Sen tomi ketsigili. Korotchi, men yordam beraman. Kompot senga nima bo'ldi? Sen tomi ketdimi yoki anaqa bo'ldimi? Yo, sen bir kunda prodan o'pga aylanib qoldingmi? Budga aylanib qoldingmi? Unata yo'q boribsan. Bo'pti. Ketdi, endi nima qilamiz? Hammasi bo'ldik bola. Qabul tug'iladi, endi uxlamasa ham bo'laveradi. Mazza qilamiz endi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bo'pti, bola. Endi bola kompotga sekin ikor qilsa bo'ladi. Ora kompotga tezroq yo'l qo'yishga nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Kompot, biz senga ikor qilmoqchimiz. Nupkadan qolsa proga aylantiramiz seni hozir. Yo'q, men proman. Tani ketdimi kompot? Sen rostdan ikor senga. Hazillashdim bola, sizlar men charchataverdinglar. O'shancha men qiynalib ketganimni qildim. O'shancha. Yo'q, aldayapsan. Lo'q qilma bizni. Biz senga o'xshagan lo'q emasmiz. Lo'q qiluvchilar armiyasi emasmiz. Biz qiynalib ketdik. Biz ham ishimiz qildi endi. Qullik vasfingga qayt endi. Nima hazillashamiz endi, tezroq proga qayt endi. Men hazillashdim bola, to'g'risi. Men xushlarsa qilmadim, prosta charchab ketdim. Ishdan o'shaning uchun qochinglar, men qochdim. Shuna bola, shuna. O'giringlar. Qoch. Shuna bola. Bo'ldi, qochdi. Hop, ana. Bo'ldi, o'zi ancha qishloqda uzoqqa ketdi. Endi nima qilamiz? Qanday to'g'lanamiz? Sochini to'g'lab olaydi. Ana bo'ldi. Kompotga qaytdi, o'zimiz kompotga. Endi ular qanday qilamiz? Keyin bag'dan boraylik-chi, qishloqqa qaytib kelmayapti, lekin qishloqda ham kadastran qilib qo'yganman. Voy, daling. Qamayli sekin boraveraylik-chi. Hop, endi boramiz. Buni nima qilsa bo'lar ekan? Bahona topish kerak. O'yla, kompot, o'yla. Buni. Buni. Sizlardan qochib yiqilib hammasi uylarni sindirib qo'ydi. Bas prokan. Qilyapti, o'zim tekshirib ko'rdim. Yo'q, kompot uzr endi. Biz noto'g'ri o'ylabmiz. Sen charchatib qo'yibmiz, uzr endi hamma ishni o'zimiz qilamiz. Bo'pti. Bana ketishdimi? Doktor, rahmat, kattakon rahmat. Bo'ldi. Endi menga bunaqa ishlarni buyurma. Xo'pmi? Bunaqa ishlarni buyurma. Bo'ldi, yetar. Bir kun qilib berim bo'ldi. Boshqa ish bunaqa ishni qilib berimmi? Bo'ldi, rahmat, kattakon doktor. Men o'zi juda charchab ketdim, rahmat. Bular menga ikor qilishmoqchi bo'pti. Hayır. Bo'ldi, endi bo'ldi. Nima qilamiz? Bana ancha dam olib oldik. Bana. Sizlar nima qilyapsizlar? Endi biz senga yordam beryapmiz. Har xil narsalar, gimnastika, narsa qilolmaysan. O'shaning uchun tezroq bodring, boshqa narsalar yeysan. O'shundan qilasan. Xo'pmi, kompot? Korotchi, endi
endi yotoq rejimiga o'tasan. Boshqa ilojing yo'q, kampir. Biz senga hamma narsani qaraymiz. Markovkalar yediramiz, sabzichalar yediramiz, har xil narsa yediramiz. Voy, ko'zingni shaval. Mani ko'zim, astag'firulloh, ko'zim turibdi joyida. Sizlar tomlari ketdimi? Короче, bolalar, bo'pti, xullas. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'ling.